O'zi grija nima? Grija bu umurtqani o'rtasidagi amortizatsiya vazifasini bajarib beruvchi bir to'qima bo'ladi. Mana shu to'qima o'z pardasini yirtib tashqariga chiqishi grija hisoblanadi. Va grijani bir necha xil ko'rinishlari mavjud. Grijani joylashuv sohasi va uni qaysi tomonga yo'nalganligiga qarab aniqlanadi. Odatda grija yon tomonga qarab hosil bo'ladi. Ya'ni yon tomonga o'z pardasini yirtib chiqadi va o'sha joydagi nerv ildizlarini, nerv tolalarini ezib qo'yadi. Shuning natijasida og'riq, o'tkir og'riqlar yuzaga keladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, bel sohasidagi grija ko'pincha 4-5 va 5-bel umurtqasi bilan 1-dumqaza umurtqasi orasida bo'ladi. Bu yerda nimalar bor? Bu yerdan oyoqqa boradigan nervlar chiqadi va bizda paydo bo'lgan grija mana shu oyoqqa boradigan nervni qisib qo'yish natijasida oyoqlarda ham og'riq kuzatiladi. Ba'zilar oyog'im og'riyapti deb bizga murojaat qiladi, lekin uning muammosi belda bo'ladi. Biz uni belini tekshirishni buyurganimizda nimaga men oyog'im og'riyotgan bo'lsa belini tekshirib nima qilasiz degan savol berishadi. Kasallikning asl sababini, tubini topish uchun shunday tekshiruvlar zarur bo'ladi.